inkubatordan chiqqan jo'jaga o'xshatib hammasini bir xil qilishga uringan, haq bilan umri o'tyapti. O'sha qo'pol siyosat bilan, taqiq bilan tarbiya qilingan xalq majruh bo'ladi. Tobe bo'ladi. Birovlarning ko'ziga qaragan bo'ladi. O'zini mustaqil fikri ijodi bo'lmaydi. Siz fikrlamaydigan bo'ladi. Endi siz ozga qarab o'tiraveradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bolalar o'smir yoshda o'zgaradi. O'sha vaqt o'tish yoshida undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Asli o'smir yoshida undan oldingi bosqichdagi tarbiyangizni ko'rsatadi. Behayo sahna boshlandi serialda. Ko'zingni yop, chiqib ket, bor mana shunaqa narsa. Ya'ni ota-onalarimiz, dodo-buvilarimiz nima ko'rayotganimizni bilishardi. Bolangiz mana shunaqa video ko'ryapti, xabaringiz bormi? Yo'q, keyin soat 10 da mamxonada bo'ladi. Lekin ruhan, ya'ni virtual qatnashligini bilmaydi. Bu yoshdagi yigitlarning tarbiyasidan kech qolingan bo'lsa, eng zo'r ta'sir ustoz bo'ladi. Mana alhamdulillah salomatga taqvomiz bo'ldi. Ammo u inson sifatida dunyoga yangilik berish kerak, ijod qilish kerak edi. Ota-ona o'zi tan olmadi-da, boy joyda bu mana shunaqa afsusda mana shu xatoni qildim demadi-da. Lekin dadangiz xatosi emas bu. Nimaga? Dadangiz shunaqa tarbiya qilgan uni otasi bo'ladi. Shikoyatingiz bo'lsa, opangiz qabrini bilasizmi? Voy bizga bo'yimizga yetib bo'lgan, qo'l boqib aytganda ho'kizdek bolalarni qanaqa tarbiya qilamiz deydi. Deyish mumkin kimdir? 20 yoshli odam telefon o'ynab o'tirgan bo'lsa, shattab qo'ymaymiz qo'ldan. Yoki bo'lsanga mumkin emas deb tushuntiramiz. Aytganiga kirmayapti. Lekin o'rtog'i, sinfdoshi ketdi-desa ketyapti-ku. Oddiy dori bilan kasal tuzaladigan kasallar o'zi aslida. Biz shuni zo'raytirib, hammasini biz 90%ni amaliyot bilan, operatsiya bilan tuzaladigan qilib qo'yamiz. Mana olish pasaytiradi, pastga chiqish ko'taradi. Hozir rosti men shu suhbatda qatnashganimdan xursandman deb o'tiribman o'zim. 1 soatlik suhbatni ko'rgan odam qayta-qayta ko'radi. Chunki 1 soatda hamma qaymog'ida yig'ib qo'ydingda. Alohida mavzu.